Men Nishonova Shohista Latipovna NS Medical klinikasida o'z ish faoliyatimni pediatr-revmatolog bo'lib ishlab kelmoqdaman. 32 yil stajim bo'yicha somatik va revmatologik bemorlarni davolab kelganman. Shu klinikaga balog'at yoshidagi qizlar, ayollar hamda tug'ruq yoshidagi homilador ayollar juda ko'p murojaat qilib kelishmoqda. Aksariyati ulardan yurak qon tomir tizimini, yurak sohasidagi noxushlikka, yuragi tez-tez urib ketishi, taxikardiya belgilari, tez-tez charchash, holsizlik, havo yetishmasdan xo'rsinib nafas olishi hamda qo'l oyoq bo'g'imlarida og'riqlar bilan shikoyat qilib kelmoqda. Bu ayollarning sog'lig'i biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Sababi sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Agar mabodo hurmatli ayollar sizda qandaydir shikoyatlar paydo bo'lganda NS Medical klinikasiga murojaat qilsangiz, bu yerda barcha shart-sharoitlar, malakali shifokorlar hamda laboratoriya tekshiruvlari va zamonaviy apparaturalar mavjud. Onalar o'zingizning sog'lig'ingizga va farzandingizga bee'tibor bo'lmang.